Shukurlarda yurtimiz bo'ylab Navro'z sayli festivali o'tkazilmoqda. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati hamda qator tashkilotlar hamkorligida mazkur madaniy-ma'rifiy festival tadbirlari Buxoroning Qorovulbozor tumanida ham ko'tarinki ruhda tashkil qilindi. Mumtoz Navolar madaniy-ma'rifiy konsert dasturlari doirasida maqom san'ati, baxshichilik hamda g'azalxonlik an'analari keng targ'ib etilmoqda. Ushbu chiqishlar orqali milliy musiqa merosimizning boy tarixi va falsafasi tomoshabinlarga yetkazilishi maqsad qilingan. Shuningdek, an'ana va avangard loyihasi doirasida ochiq osmon ostida tashkil etilgan ijodiy maydonlarda hunarmandlar, rassomlar va dizaynerlar o'z ijod namunalarini namoyish etishdi. Bu yerda milliy hunarmandchilik an'analari bilan zamonaviy san'at uyg'unligi yaqqol aks etdi. Sport o'yinlari ham festival dasturidan munosib o'rin olgan. Bu albatta uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan milliy an'analarimizning uzviy davomi bo'lib, yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy chiniqish va jamoaviylik ruhini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, varraklar sayli loyihasi doirasida turli shakl va rangdagi varraklar osmonni bezab bayramona kayfiyatni yanada oshirdi. Qolaversa, Ma'rifat bog'i ko'chat ekish ijtimoiy aksiyasi tadbiri an'anaviy hashar tadbirlarini zamonaviy ijtimoiy tashabbuslar bilan uyg'unlashtirib, ekologik madaniyatni targ'ib etishga xizmat qildi. Har bir ekilgan daraxt ezgu niyat va kelajak ramziga aylandi desak, adashmagan bo'lamiz. Ushbu Navro'z sayliga mana Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tashabbusi bilan targ'ibotchilarimiz guruhi, bir guruh san'atkorlarimiz, aktyorlarimiz tashrif buyurishgan. Bugun bularning kelishidan xalqimiz xursand. Mana suhbatlashganda bularni juda iliqlik bilan kutib olib, mehr bilan aktyorlarimizni, san'atkorlarimizni ko'rgan xalqimizning ko'zi quvnayapti. Albatta mana shunday tadbirlarimizni biz davom ettiramiz. Umuman olganda Navro'z sayli festivali nafaqat bayram shukuhini, balki milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, jamiyatda birlik va hamjihatlikni mustahkamlash, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qilayotgan madaniy-ma'rifiy tadbir sifatida muhim ahamiyat kasb etdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan o'tgan yildan boshlab yurtimizda o'tkazib kelinayotgan yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari va Prezident Olimpiadasi sport musobaqalarida ishtirok etish uchun bugun mamlakatimiz sportsevarlari uchun katta maqsadga aylandi. Joriy yilgi bellashuvlarga markazdan tortib eng chekka olis hududlargacha qilingan katta tayyorgarlik ishlari minglab umidli yoshlarni zamonaviy sport arenaga